Men To'rayev Shamsiddin, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida yashayman. 2002-yildan 6 oy oldin Xabarovsk shahrida edim, Rossiyada. Shunda inspektor Haydarovni kommentariyaga kirib, haqida to'g'ri gaplar bilan so'kdim. Bu ishimdan pushaymonman juda. Qilgan ishingizdan pushaymonsiz, to'g'rimi? Siz o'ylaganmidingiz shuni sizda topib ishlar organlariga olib kelishini bilganmidingiz? Mana oradan 6 oy vaqt o'tibdi. Bunday bo'lishini o'ylamagandim. Bunday ishni qilishligiga maslahat bermayman. Shu baribir kerakli joyimiz shu joy ekan. Pushaymonman so'kkanim. Kechirishlarini so'rayman, men bor. Davlat xodimlarini hurmat qilish kerak.